Aslida baxt bu siz orzu qilgan insonga turmushga chiqishmi? Ko'p sayohat qilishmi? Ko'p farzandning onasi bo'lish, katta uylarga egalik qilishmi? Menimcha yo'q. Baxt bu qachonki sen ichingda, o'zingni holatingda zavq, hayotdan rozilik, shukronalik va umuman olganda har bir damingda, har bir nafasingda yaxshilik, ranglar, hayotni shunchaki betakror ekanini his qilishing deb hisoblayman. Lekin ko'p paytda biz maishiy muammolar ichida qolib ketib, qaynonamiz nima dedi, qaynotamiz qanday qaradi, nima uchun biz bilan bunday munosabatda bo'lishyapti, nega turmush o'rtog'im bitta gul ko'tarib kelmaydi, menga hattoki shokolad qizg'onadi, menga pul bermaydi degan juda ko'p dedilar, juda ko'p e'tirozlar, juda ham ko'p xohishlarimiz ichida qolib ketamiz. Va aslida baxtni shunchaki yo'qotib qo'yamiz. Chunki bizning fokusimiz, bizning diqqatimiz qayerda bo'ladi? Faqat va faqat kamchiliklarda.